O'rtoq, ko'chaga chiqib, kartamga shundoq pul tashlab kelay, uyga pul jo'natishim kerak. Hali oyligimizni ham olganimiz yo'q. Puling yetadimi? Yetmasa menda ham o'zroq borib berib turaman. O'zimda yetarli. Hozir kelaman. Tamam, uxlab qoldik. Turar ekanimiz vaqt bo'pti-yu. Turing, o'rtoq. O'rtoq turing, ketdik. Ketdik-ey. Ka do'stim, shu bugun maza qilib dam olaylik odamga o'xshab. Eshakda ishlagandan bir kun odamga o'xshab dam olaylik. Qo'ysangchi o'rtoq, yur undan ko'ra ishga chiqaylik. Hozir har qadaming pul turadi. Undan ko'ra ishlab pul topaylik, keyin xohlagancha dam olaveramiz. Yo'q o'rtoq, bugun hamma rasxoting mendan. Bugun maza qilib dam olaylik biz ham. Qachongacha bitta ishlab bo'lib ketamiz. Bugun hamma rasxoting mendan o'zim mehmon qilaman. Sen pulni qadin olding, kecha uyga pul jo'natuvding-ku. Yo pul topib oldingmi yoki pokingni qo'ysangchi, meni bilasan-ku. Pulni o'ylama, maza qilib dam olsay bo'ldi. Hamma rasxoting mendan deyotman-ku. Mayli-ku, menda faqat mash pul bor xolos, yetadimi shu pul dam olishimizga? Bu pulingni cho'ntagingga solib qo'y. Menda ikkalamga ham yetadigan pul bor. Maza qilib dam olsay bo'ldi. А я не знаю, почему, но меня тянет. Меня так тянет, ох, как меня тянет. И я все время пропадаю ночами, ночами, ночами. Все это было не раз, и, к сожалению, все повторится, все повторится. Я только время поменяю. Ana akacha. Qo'rqma o'rtoq. Pul keladigan arig'ini o'chirganmiz. Hozir bizga faqat pullar suzib keladi, qo'rqma. Ko'p pul ishlatib o'rdingmi? Qadar olaymi chapingda? O'rtoq. Uzumini bog'ini surishtirmay. Qilar o'rtoq, hali bundoq ko'p bo'ladi. Bog'da itday qiynalib ishlaganimiz bilan birimiz ikki bo'lmas ekan. Undan ko'ra bugun yaxshi o'yin bor ekan, o'shanga stavka qilaman-da, bir oylik pulimni bir kunda topaman. Voy, voyda. Nima bo'ldi o'rtoq? Qornim o'rdi, voy. Doktorga borib kelaymi? Yo'q, ozgina dam olsam o'tib ketar. O'rtoq, unda uyga borib damingni olaver, men o'zim tugatib boraman. O yaxshi, zo'r. Zo'r. Bitta o'yin qoldi. Joningdan yutdi. Zo'r bo'ldi-ku, zo'r. Oh, o'zimni millionlarim bugun zo'r ko'tarildi. Nishlaymi, nima bo'ldi? Kashlading zo'r, mazam yo'q deb keluvding ishdan. Ya, o'rtoq, hammasi zo'r. Sog'lig'im ham zo'r, ishlarim ham zo'r. O'rtoq, telefonim ishlamoqda dedingmi? Eng zo'r telefon ertaga mendan senga sovg'a. O'rtoq, men senga qilgan va'da. Rahmat. Esalik uchun eslab yurasan. U har kuni har xil xarajat qilyapti. Shuncha pulni qayerdan olyapti ekan? Yoki biron bir mayli, ro'za kunlarida yaxshi gumonda bo'laveraylik. Turay o'rtoq, ketdik. Ishga kech qolib ketdimiz. Kech bo'lib ketdi, tura qol. Shu desang o'rtoq, ishga o'zing borib kelaver. Shu kunlarda meni mazam yo'q. Ishga ishtiyoqim yo'q. Men o'rnimga 2-3 kun borib kelsang bo'lmaydimi o'zing?
Shu kunlarda xarajating ham, rasxoting ham ko'payib ketdi. Shuncha pulni qayerdan topsa, balki menga ham aytarsan. Xo'p, yaxshi, o'rtoq. Pulni qaytam kelayotganini men senga aytaman. Faqat meni o'rnimga 2-3 kun ishga borib tur. Xudo xolasa ikkalamiz ham tez kunda boyib ketamiz. Mayli-da, o'zingga qara. Men ketdim bo'lmasa ishga. Bugun ham ancha o'yinlar bor ekan. Xudo xolasa ancha stavkamni ko'tarib pul qilsam bo'lar ekan. Qani, davay. Qani, davay. Nima bo'ldi? Minus bo'ldi-yu. Ani bir marta harakat, bir marta urib ber. Oxirgi imkoniyatim va bank qilaman. Hamma pulimni tikdim mana shu o'yinga. Davay. Bunayim gol nima bo'ldi? Yedi-ku. Endi pulni qadar topsam bo'lar-ku. Pulim ham tugadi-yu. Bir yo'lini qilib bugun ham tikishim kerak bir bola qilib. Ha, topdim, mana shu o'rtog'imga telefon qilib pul so'rab ko'raychi, balkonda bordi. Alo, o'rtoq, masalaning yaxshimi, yaxshi yuribsanmi? Bir iltimos bilan telefon qilyotgandim. Menga srochno 3 million pul kerak bo'lib qoldi. Imkoni bormi shuni? Mayli o'rtam, qancha kerak? 3 million kerak edi. Bo'l Xo'p, rahmat. Qanaqa o'yin ekan bu? Mana menda hozir shuncha pul bor o'rtoq. Menda ikkita komanda bor. O'sha ikkita komandadan yaxshisiga pul tikamiz. Men bilmasam endi qaysi biri yaxshi ekan. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasa mana shu komandaga bor pulni tikamiz. O'yin boshlandi. Davay. Yutishimiz kerak. Baribir bu komanda zo'r komanda, yutadi albatta. Mana ko'rdingmi? Bizning komanda yutdi. Bizning hisobimizda shuncha pul bor. Ko'r. Qayani o'rtoq, bitta ish qilamiz. Hamma shu pullarni yana bitta komandaga tikaylik. Hisobimizda shuncha pul bor. Xo'p, mayli, o'zing bilasan. Tutmasang ham yaxshi edi. Shu pulni o'zi yetadi o'rtoq. Boshqa nima qilasan? Tavakkal, yana bitta o'yinga tikib ko'ramiz. Yutsak, ancha ishlarimiz yurishib, orzularimiz ham ushalib boy bo'lib ketishimiz mumkin. Tavakkal, tikdim pulni. O'yin boshlandi. Davay. Yutishimiz kerak, davay. Xudo xolasa. Davay, yo'q, unda qolmasdi. Biz yutqizdik. Qo'y o'rtoq, bu o'yinlaringdan foyda yo'q. Undan ko'ra deng, halol ishingni qilib, halol pulingni topib yuraver. Xo'p, yaxshi. Shuncha pulni yutqizib qo'ydim. Lekin baribir yutib olishim kerak. Kimdandir yana qarz so'rayman-da, yutib olib hammasini qaytarib beraman. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshiman. Tuzimsiz? To'g'ri, yaxshi. Charchamasdan yuribsiz. Nima xizmat ukajon? Keling. Aka, tushunsangiz menga ozgina pul zarur bo'lib qoladi. Shuni imkoni bormi sizda? Gap yo'q ukajon. Qancha pul kerak? Shu desangiz, shu uydagi muammolarimni hal qilish uchun 5 million pul zarur edi. Shuni imkoni bormi sizda? Og'a, ukajonim, uni pul menga ham juda ham zarur. Vaqtida qilib beraman desangiz, gap bo'lishi mumkin. Hozir chiqaman. Mana o'g'ajon, topganimiz. Xo'p aka, Yaxshi kunlarda ko'rishmaymiz, ammo. Voydod, shuncha pulni yana yutqizib yubordim-a. Shuncha pulni yutqizib yubordim-a. Endi nima qilsam bo'lar ekan? Buni endi bir yo'li bor. Bankdan kredit olaman va ishonchli bo'lgan bitta o'yinga tikaman. Yutib olsam, qarzlarimni to'lab, boshqa qaytib bu o'yinda o'ynamayman. Bankdan olgan pullarim ham ketdi. Hamma narsamni yutqizib yubordim. Hamma pullarni yutqizib yubordim. Endi menga bu holatda kim yordam bera oladi? Kim?
osmondan tushmas ekan boshqa ayanchli qismat. Kimligingni belgilar sendagi bor hislar. Shaytonda ham topilmaydi mendagi bunday illat. Internet qimorida bor bisotim yetkazdim. Hayotimni 10 yilin uqubatda o'tkazdim. Qiynadimda ota-ona, jigarlarim, do'st yorni, molim birla boy berdim, ham ishonchni ham orni. Targ'ib qilmang iltimos xalqqa bunday qimorni. Totalizator qimorga bor bisotim boy berdim. Mendek nodonlu domanda saboq olinglar derdim. Singari oyoqlar ostidaman, holimga yig'lar maymunlar g'urbatni ustidaman. O'z o'rnimni yo'qotdim, shu qimorni dastidanman. Totalizator qimorga bor bisotim boy berdim. Mendek nodonlu domandan saboq olinglar derdim. Jigarlarim, do'st yorni, molim birla boy berdim, ham ishonchni ham orni. Targ'ib qilmang iltimos xalqqa bunday qimorni. Totalizator qimorga bor bisotim boy berdim. Mendek nodonlu domandan saboq olinglar derdim. Jigarlarim, do'st yorni, molim birla boy berdim, ham ishonchni ham orni. Targ'ib qilmang iltimos. Bizni kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, Fojia nomli Insta serialimizni yakunida biz nima demoqchimiz? Sizga shu o'yinda kimdir taklif qildimi o'ynashni? Bilingki, u sizning dushmaningizdir. Zeroki yaxshi insondan yomonlik chiqmaydi. Omon bo'ling.